Assalomu alaykum, hurmatli kanalimizga kuzatib o'tirgan yurtdoshlar. Bugungi ko'chmas mulkimiz Luchevada yo'lni bo'yida joylashgan Ahmad Chizne qatorida. Kanalimiz hurmatli obunachilar 3 xonani 4 xona qilib qo'ygan Yevro ta'mirdan chiqqan. Kanalimiz hurmatli obunachilar 20 xona va shu gap bo'lishi mumkin emas. Yo'lni bo'yida joylashgan joyimiz bu. Giravaj qismlarimiz endi bu yerda prixoshkasining ichi dushunda yo'llarimiz, olib patologlarimiz natijada ekan. Kanalimiz hurmatli obunachilari g'ollari pol 100% ushlab turibdi. Bu yerimiz samozel hajat kanalimiz ekan. Divanımızda dönüş kısımları acayip edi, acayip narsalar bo'lib turibdi. Kanalimiz hurmatli obunachilar. Hamma narsasi 100% remotdan chiqib turibdi, 100% o'zgartirilgan. Eshiklar, oynalar hamma şey o'zgartirilgan. Pastamiz 100% pol bo'lgan. Kanalimiz hurmatli obunachilar. Devorlarimizni ko'rsangizlar, high-tech qismda ishlangan, patologlarimiz ham figura qilib o'tilib, lyustralarimiz ham qo'yilib Yaptı kıskası, cayımız doğru gelip yaşaladım kıyla. Ataplina kısmına geleden bolsak. Ataplina kısmına geleden bolsak, ataplinası işlep tuttu. Yani sıkkına. Ataplinası bal. Ataplinası hükümetin ataplinasında. Kanalımız hürmetli obunachilar. Devorlarımızı görünler, hemminleri, jalüziler, hem nasası tayar. Birimizde aşxonamizni qilib qo'ydilar. Aşxonamizdan bir de 6 metrelik zakrytый balkonu var. Devorlarimiz aboy patologlarimiz natijada 6 metrlik zakrytый balkoni bor. Shu balkondan yana qo'shimcha olib, bu yerni kuxna qilib qo'ydilar. Bu yerga kuxna mebellarni zo'tistib beraman dedi. U zakaz qilingan, hozir uspir etmabdilar. Biza tushiraverali aytib o'tib ketaman deb aytdim. Joy izolyatsiya qilingan, patologlarimiz ham natijada bo'lib siralib turibdi. Tak, bu yerga kuxna mebellar keladi, qistirib beriladi. Bo'lgani. Tak, bu yerimizda aytib o'tgandim. 3 xonasi, 1 xonasini ko'rsatdim, hozir 2 xonasini ko'rsataman. Bu 3-4 xonasi bu. Belimizdan olsa ekan, oshxonasi bo'lganmiz aslında. Bu yerni pristroyka etib 1 xona qilib qo'ydilar. Ya'ni spalniy qilib qo'ydilar. Детский spalniy. Joyimizda remontdan boshqa gap yo'q ekan. Aboylarni tanlaganlarni gap yo'q ekan. Yo'q, boshqa gap yo'q. Kanalimiz hurmatli obunachilar. Endi bu yerimizning mehmonxonasining devorlarini e'tibor etamiz. Yana chiroyli qilib tiyaga high-tech usulida zo'tilib turibdi. Acayip gap yo'q. Bu yanımızda yine 1 xona, 2 xona. Kanalimiz hurmatli obunachilar. Tak, birimizda yine ko'rib turganlaringizdek 1 xonasi, ya'ni spalniysi. Pastlarimiz pol bo'lgan. Yo'lni dik jalüzilar bor. Yo'lni dik bo'yinda deganimiz sababi yo'lni dik bo'yinda joylashgan. Transportlardan vobshe muammo degan narsa yo'q edi, yo'lni dik bo'yinda. Kanalimiz hurmatli obunachilar yine. Yana mashina o'tib turibdi. Ahmad Chizne yanında. Endi biz ekranda yozib qo'yamiz, baribir ham Ahmad Chizne yozib qo'yamiz. Aynalar plastikka qo'yib, eshiklarimiz o'zgartirilgan. Lyustralar